Sohibqiron bobomizning tug'ilgan kuni. Uning bashariyat oldidagi o'lmas xizmatlarini jahon munosib baholab kelmoqda. Sohibqiron bobomizning ruhiyati istiqlol va hurlik, erkinlik g'oyalari bilan tabiiy va go'zal bir ravishda uyg'unlashib ketgan. U hatto ularning so'nggi kunlarida zurriyotlariga qarata istiqlol bilan mulku millat, lashkar va ra'iyatni boshqaringiz deya vasiyat qilgan edi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Jildirab oqayotgan irmoqlar shovurida, oppoq g'unchalar lablarida, yam-yashil maysalar yuzida, ko'zlarimizda, qalblarimizda bahor sururi davom etmoqda. Yaxshilik bilan yomonlik esa yonma-yon. Lekin ularning barchasida inson o'z aqli va tafakkuri bilan ezgulikka intiladi va ana shu ezgu harakatlari bilan yaxshilikni yomonlikdan ajratib oladi. Munavvar tong chog'ida qilingan yaxshi tilaklar ijobat bo'ladi deyshadi. Bizning uchun ma'lum shart-sharoit, fidoyilik, elga, yurtga mehr-muhabbat va ishonch, hatto sabr-bardosh ham kerak bo'ladi. Mavzuni esa hamkasbimiz davom ettiradi. Xuddi shunday, ko'ngil bog'ida tug'ilgan har qanday ezgu niyat, ko'ngli pok insonlarning mehr-muhabbat yog'dularidan quvvat olib, kurtak yozadi. Juda ko'pchilik fidoyi ijodkorlar, olimlar, umuman elim, yurtim degan kishilarning sa'y-harakatlari bilan 1991-yilda Amir Temur o'tgan yo'llar bo'ylab ekspeditsiyasi tashkil etilgan edi. Shunga ham 13 yil bo'ldi. Eslasa bo'ladigan ajoyib tarix. Shu munosabat bilan biz O'zbekiston Davlat tarixi muzeyiga Amir Temur xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi boshqaruvi raisi Nasrullo To'ra, Ijod dunyosi nashriyot o'yi bosh direktori Jabbor Razoqov, ekspeditsiya rahbari Faxriddin Ashrafxo'jayev, Hurriyat gazetasi xodimi, jurnalist Hakim Sattoriy hamda tarix fanlari doktori Jannat Ismoilovalarni suhbatga chorladik. Biz shu kelayotgan tashabbuslar uchun ijodkorlar qanaqa nima olib kelsa biz yo'l ochib berishga harakat qilardik. O'shalarda gazeta sahifalarida g'oyalari so'nib qolmasligi uchun intilardik. Hakimjon olib kelgandan keyin bu yoq ham 2-3 tahririyatda gazetalarda bo'lgan, ko'rgan, lekin birortasi ularning g'oyasini, tashabbusini qo'llab-quvvatlanmagan. Biz aytdik, o'ylab ko'ramiz, lekin bu juda yaxshi fikr. Buni rivojlantirsa bo'ladi, chunki o'qib ko'rgandan keyin o'zimizda ham yana bir g'urur paydo bo'ldi. Chunki biz birinchi bo'lishni xohlardik o'sha paytda. Shu paytda bir holat bo'lgan, ko'zga ko'rinarli, hamma tarixga qayta boshlagan. U ajdodlarni eslagan, o'tmishni eslagan, shu biz kimmiz, kimlarning farzandimiz deb bir o'sha o'zini tanish shu tarzda namoyon bo'lgan. Biz gumrohlikda, haligi mavhumlikda saqlangan edik-da. Keyin shu fikrlarimni o'zimcha qiynalib, haligi yordimda, keyin maqola yozdim. Maqolani o'zimcha mana shu qo'lyozma turibdi, shaxsiy mulohaza deb rukun qo'yib, Amir Temur izlari bo'ylab yoshlar yurishi uyushtirilsa, yo'l og'ir bo'ladimi degan savol qo'ydim. Keyin bu maqolani yozib, mashinkalatib, hamkasblarga ko'rsatdim. Endi Yo'ldosh Ismoilov, bizni qo'shni turadilar, yana boshqalarga ko'rsatdim. Ular o'qib chiqdi-da. Juda ma'qullashdi, yaxshi gaplar, lekin bularni gazetalar bera olmaydi dedi. Chunki o'sha paytda qanchalik o'sha haliga ko'tarilgan bo'lsa ham, lekin qo'rquv sharpasi hali yo'qolmagan edi odamlarda. Shu Amir Temur bobomiz haqida ham shu mulohazalar bilan bu murakkab shaxs, tabiati ziddiyatli shaxs, bir shunaqa bir yo'nalishlarda gaplar bo'la boshlagan edi. Keyin bu maqolani endi qaysi nashrda e'lon qilish muammosi paydo bo'ldi. To'g'risi 2-3 ta kishilar bilan maslahatlashdim, lekin hech kim jur'at qila olmaydi. Hozir biroz vaqt borga o'xshaydi, shoshmaylik, u bu deb. Har holda Jabor aka umid uyg'otdilar, yaxshi mavzu ko'tarilibsan. Buni berish kerak edi. Biz masalan Amir Temurni tanimasak o'zimizni taniy olmaymiz degan yaxshi gaplarni gapirib, mana ruhlantirib chiqarib yubordilar. Keyin maqola e'lon qilindi. Yaxshi kutib olishdi jamoatchilik. Mana o'sha paytda keyin xatlarni ham olib qo'yganman mana shu yerda. Endi o'sha paytda haqiqatan bir odamlarda uyg'oqlik paydo bo'lgan ekanda, bu chiqqan maqola bez ketmadi. Mana shuncha bir o'sha xatlar, mana shu 30 ga yaqin xatlar bir qismi endi bu butun respublika bo'yicha kelgan. Hatto qo'shni Qirg'izistondan, bu yog'i Tojikistondagi qo'shni rayonlardan, tumanlardan ham xatlar kelgan o'quvchilar. Cesaretli olimlar arasında
ya'ni bularni o'tkazgan daraxtini hozir biz mevasini to'playapmiz desam bo'ladi. O vaqtda qancha qiyinchiliklar bilan bu ishlarni bunyodga keltirishibdi. Bizga bugun bo'lsa davlatning o'zi yordam beryapti, yeriga kelib dastaklab quvvatlayapti. Har tomondan bizning ishimiz bularning ishlaridan ko'ra juda ham osonroq. Ammo yana ham bir millatni otasini Ulug' Amir Temurni ekspeditsiyasini yuritish jahon bo'yicha yanada oson bir ish bo'lmasa kerak deyman. Bu mavzuda akalarimdan yana men yordam talab etaman. Nimaki bularni bunyod etgan narsasini yana ilgari ko'tarishda loyiq bir inson bo'lish g'ayratidaman. O'shaning uchun bularning yordamlari hamisha bizga kerak bo'ladi deb o'ylayman. Nasrul aka, men tushundim gapingizni. Ekspeditsiya shu paytgacha faqat yurtimizda qayerda Amir Temur bo'lgan bo'lsa, qaysi manzillarda bo'lgan bo'lsa, yurtimizni o'rganib chiqishdi. Siz aytyapsizki, endi shu ekspeditsiya tashqariga chiqsa, xorijga chiqsa, faoliyatini kengaytirsa deyapsiz. Endi dunyoning bir ko'p joylarida Amir Temur bilan aloqali kitoblar bor, qo'lyozmalar bor, qilichlari bor, yuzuklari bor. Ya'ni bir ko'p joylarda bor. Faqat bularning hammasiga hozirgacha balki imkonimiz bo'lmagan edi, qo'limiz yetmagan edi. Lekin bugun Amerikada va Turkiyada Amir Temurni dunyoning bir ko'p joylarida Amir Temur bilan shug'ullanadigan Temuriylar avlodlari ko'p. Buning yonida ekspeditsiyani qarshida bugun Dunyo O'zbeklar uyushmasi deb bir uyushma tashkil qilinyapti. Amir Temur ekspeditsiyasi bu tadbirni olganiga men juda xursandman. Boshqalardan avval biz harakatda bo'ldik. Endi mana aytadigan narsam shuni qilamiz, buni qilamizlardan emasman. Biz qilamizlardanman va qilib natijani ko'rsatadiganlardanman. Natija bo'lsin, yana siz bilan o'tirib suhbatlashamiz. So'zni men ham bu olimlarimizga beraylik. Pardon aka, mana shu O'zbekiston Davlat tarixi muzeyi bugungi kunda bevosita shu ekspeditsiya bilan hamkorlik qilishni yo'lga qo'yishni rejalashtiryapti va ma'lum bir hamkorliklar bor. Mana hattoki bu yerda bir katta Amir Temurga bag'ishlangan bir ko'rgazma qilingan, juda katta. Buni aytish kerakki, ajoyib ko'rgazma bo'lgan. Endi keyingi ekspeditsiya bilan bo'ladigan hamkorlik to'g'risida ikki og'iz gapirib bersangiz. Biz shu Amir Temur xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi faoliyati haqida juda ham qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Men o'ylaymanki, bu ma'lumotlar shu O'zbekistondagi barcha birinchi o'rinda yoshlarimiz uchun juda ham kerakli. Mana shu muzeyda biz ishlaganimiz uchun yoshlarimizni ham mana shu muzeyga keladigan har bir fuqaromizni fikr mulohazalari ko'proq bizga ma'lum. Mana shu muzeyda alohida ekspozitsiya qilib ochilgan Temur va Temuriylar davri renesansida berganmiz. Aynan mana shu davr bilan qiziquvchi muxlislarimiz juda ham ko'p. Chunki o'zingizga ma'lum, mana shu sobiq Sovet davrida Amir Temur va Temuriylar faoliyatiga qanday baho berilgan va mustaqillik davrlarida biz mana shu bizning vatanimizni ochilmagan sahifalari, qirralarini qay tarzda ochib, qanaqa ma'lumotlar beryapmiz, farqi juda ham katta. Shuning uchun bu esa shu o'z navbatda bizning muxlislarimizni aynan shu narsalarga qiziqishini ham o'stirib kelmoqda. Shuning uchun men o'ylaymanki, aynan mana shu ilmiy ekspeditsiya a'zolari bilan O'zbekiston tarixi davlat muzeyini birgalikda shu hamkorlikda kelajakda ish olib borishi juda ham katta natija.